Qaysi sportchilarda eng ko'p suyak sinadi? Sport sog'liq uchun foydali deyishadi, lekin har doim ham emas. Eng ko'p suyak sindiradigan sportchilarni bilasizmi? Birinchi o'rinda mototsiklchilar. Ularda har yiqilish ehtimoliy suyak sinishi. Ba'zilar bir kunda 3 ta suyak sindirgan. Mashhur MotoGP haydovchisi Mark Marquez 11 marta operatsiya bo'lgan. Ikkinchi o'rinda gimnastikachilar. Ular havoda parvoz qilishadi. Ammo yer bilan uchrashganda bilak, to'piq va umurtqa sinishlari ko'p. Simon Biles 4 marta qattiq travma olgan, lekin baribir rekordchi. 3-o'rinda futbolchilar. Tizza, oyoq panjasi, boldir, ular har bir o'yinda xavf ostida. Neymar 6 yilda 15 ta jarohat olgan. Eng ko'p tizzasi va to'pig'idan. 4-o'rin chang'ichi va snoubordchilar. Qor yumshoq ko'rinadi, lekin yer unday emas. Ko'proq bel umurtqasi va qo'l sinadi. Xulosa, professional sport bu chiroyli medallar ortida yashirilgan, sindirilgan suyaklar va og'riqlar. Shuning uchun har bir harakat ortida vrach turgani bejiz emas. Siz qanday sport bilan shug'ullanasiz? Jarohat olganmisiz? Kommentariyada yozing va videoni ulashing. Sport sog'liq uchun foydali bo'lishi uchun sog'lom fikr kerak. Sizlar bilan ortoped travmatolog Saydulay Sardor Xayrulayevich bo'ldi.